این نوبت گروه کوری برنامه آرمان با عیادت باز یک کودک جراحی شده میشتابد. دخترچی 7 ساله سغدیانه سماتوه همراه مادرش در مرکز بیماری‌های دل و جراحی دل و رگ‌های ولایت سوخت قرار دارد و گرفتن اقتباسش را از بیمارخانه حالا انتظار است. یادرس میکنیم که کودک از نقصان مادرزادی دل، نقصان تواری بین معده‌چگی اذیت داشت. دخترچه آغاز ماه اپریل با فشار بلندی شریان شش به شعبه جراحی دل بستری گشت. برای شفا یافتنش گذراندن عملیات جراحی دل توصیه شد، لیک والدینش برای پرداخت نمودن ارزش خراجات جراحی امکانیت مالی نداشتند. خوشبختانه پس از مراجعت به عنوان برنامه خیریه‌ای آرمان در تقدیر این کودک معصوم نیز دیگرگونی مثبت به عمل آمد. دخترچه در ماه شریف رمضان سنه 23 اپریل سال 2021 با مهنت دست جمعانه طبیبان مرکز بیماری‌های دل و جراحی دل و رگ‌های ولایت سوخت با موفقیت جراحی گشت. ارزش خراجات جراحی دل کودک در حجم 26,000 سامانه پوره از طرف فوند خیریه‌ای آرمان پرداخت گردید. طبق اطلاع دکتران دلشناس، عملیات جراحی دخترچه نقشوی به یگان آرزه پسی سر شد. از روز جراحی حالا همگی 10 روز سپری گشته است. سغدیانه نزد مادرش صحت و سلامت قرار دارد. مادر دخترچه استقامت کننده جماعت آبشاران ناحیه مسجح مخلیا سماتوه امروز خود را خوشبخت و خاطر جمع حس می کند. شکرانه دارد که مشکلی چندین ساله اویلش حل خود را یافت و فرزندش سالم گشت. Yaxshi, hozir ishtahalari ham ochilgan, hamma narsa yeyapti. Ishtahalari ochilib qoldi ancha. Shu nima operatsiya bo'lgandan keyin yaxshi bo'ldi. Ishtahalari ham ochilib, hamma narsa yeb. Buni kasali borligini 5 yoshida bildik. O'shanda aytdi, nima yuragida shumi bor dedi. Keyin ungacha ham bu qoni kam, nima bequvvat edi-da. Quvvatsiz yurar edi. Keyin hech narsa yemas edi. Keyin yog'da licheni oldik, nima qildi? Sal o'ziga keldi. Keyin yana 2 yil licheni olgan edi, keyin bu yoqqa aytdi, shu doktor Dehqonov yaxshi dedi, shu yoqqa olib boringlar, bir tekshirtiringlar deb kelgan edik. Nima yuragida parvohi bor dedi. Sal kattaryapti parvohi dedi. Keyin kattaryapti parvohi degan edi, keyin mayli deb operatsiyaga hozir nima operatsiya qilamiz degan edi. Mayli dedikda keyin yordam so'radik. Sharoitimiz yo'q edi, nima qilishga, olib kelishga, nima licheni qilishga, operatsiya qildirishga. To operatsiyagacha shiqir qilib urar edi-da. Hozir operatsiyadan keyin nima biz yuragimizga o'xshab yaxshi uryapti-da. Hozir yaxshi, lekin ancha yaxshi o'zgarish bor, yaxshi o'zgardi. Xudo xolasa bu yog'iga yaxshi bo'lib ketadi, deyapti endi doktorlar. Operatsiya qilmaganimizda bo'lmas edi. To kattarib, keyin nariyog'i nima bo'lar edi, yomon bo'lar edi deb shitdi. Operatsiya qildiringlar dedi. Endi yaxshi. Yordam bergan odamlarga katta rahmat. Ana ro'za paytida shuncha yordam berdi. Ko'p yashasin. Uydagilarga ham yaxshi bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Bizga bergan pullar undan ham ko'p bo'lsin. Katta rahmat doktorlarga ham. Shunchalik doktorlarimiz bor ekan shu yerda. Shunaqa nimalarni yaxshi qilyapti, bolalarni sog'lom qilib chiqaryapti. Katta rahmat shularga ham, doktorimiz borligiga ham shu yerda. Bo'lmasa ovora bo'lib qaqlarga olib borib kelar edik. Shu yerda bor ekan, mushkulimiz oson bo'ldi, yaxshi o'tib oldi mana. Doktorlarimizga ham, saxovatpesh odamlarga ham hammasiga rahmat, yordam berganlari uchun. ماه سپتامبر سال 2021 سغدیانه با مکتب به صنف 1 می رود. خوشنودیم که تا آغاز تحصیل در مکتب باز یک کودک در چهارچوبه برنامه خیریه‌ای آرمان شفا یافته. من بعد مثل دیگر همسالانش دوتاز کرده آسوده حالانه عمر به سر می برد.